Hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimiz sizlar bilan dizayn uchun g'oya olish saytlari bilan tanishib o'tamiz. Dizaynerlarning eng qiynaydigan yomon tarafini biz shu g'oya olish deb olsak ham bo'ladi, chunki g'oya topish juda ham qiyin, dili nozik insonlar uchun. Men g'oya olish uchun birinchi navbatda tavsiya qila oladigan saytim bu Pinterest hisoblanadi. Pinterest saytini deyarli barcha biladi, menimcha. Shunday bo'lsa ham buni bir qator ko'rib chiqamiz. Pinterest.com saytiga o'tamiz. Istalgan dizaynimizni bu yerdan qidirishimiz mumkin. Misol, men SMM post qidirib ushbu ko'rinishdagi SMM post dizayn yasamoqchiman. Bu yerga SMM post deb yozishimning o'zi yetarli. SMM postning turlari juda ham ko'p. Misol uchun SMM post maktab uchun qidirmoqchisiz, yoniga school deb yozishingizni o'zi yetarli. Sizga xohlagan turdagi dizaynlaringizni ko'rsatib beradi. Xohlagan dizayningizni ko'rib o'rganib g'oya olishingiz mumkin bo'ladi. Siz kitob uchun dizayn qilmoqchi bo'lsangiz, bu cover. Bu yerda barchasini inglizcha yozasiz. Mana o'shanda sizga yaxshiroq dizaynlarni chiqarib beradi. Pinterest sayti mana shu ko'rinishda. Bundan tashqari yana Freepik.com sayti. Freepik.com bu yerda asosan dizaynerlarning qilgan ishlari joylashgan. Bu yerda ham chiroyli dizaynlar, mashhur dizaynerlarning qilgan ishlari joylashgan. Freepik.com orqali biz xohlagan dizaynimizni ko'rishimiz, ya'ni bu yerda real proyektlarni ko'rishimiz mumkin. Menyular orqali registratsiya qilib olamiz. Xohlagan dizayningizni bu yerdan ham topish mumkin. Asosan illustratsiya, AI. Bu dizaynlar ham grafik dizaynlarning ishlari hisoblanadi. Bizga kerak bu yerdan misol uchun flyer dizayni bo'lsin. Flyer dizaynlarini sizga chiqarib beradi. Har xil dizaynlarda. Bu yerdan ham g'oya olishingiz mumkin. Bu ham eng zo'r saytlardan biri. Keyingi saytimiz Behance sayti ham dizaynlar qidirish, g'oya olish uchun eng ajoyib saytlardan biri hisoblanadi. Ro'yxatdan o'tish talab qilinadi. Albatta, ro'yxatdan o'tib bu sayt bilan ham tanishib chiqing. Bu yerda ham real proyektlar, ya'ni real ishlar ko'rsatilgan. Poisk yordamida qidirasiz va o'zingiz xohlagan dizaynni ko'rib g'oya olishingiz mumkin. Undan keyin ijtimoiy tarmoqlar eng saralari, eng zo'rlari yig'ilgan joy hisoblanadi. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda mashhur dizaynerlar o'z qilgan ishlarini joylab borishadi. Siz ijtimoiy tarmoqlar orqali dizaynerlarni kuzatasiz, ulardan g'oya olasiz, o'rganasiz, fikr almashasiz. Ijtimoiy tarmoqlar ham dizayn olish uchun eng zo'r usul hisoblanadi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.